Assalomu alaykum mo'minalarim. Bugun iftorlik vaqtiga juda ham oson bo'lib chiqadigan pechoniyalar tayyorlaymiz. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlab, idishimizga 2 dona tuxum, 8 osh qoshiqda shakar solamiz va 3 osh qoshiqda asal solamiz. Xohlagan asal turlaridan foydalansa bo'ladi. Yarim piyolada mana shunday kefir, uyimda ortib qolgan bor mahsulotlardan foydalanyapman. Mana muzlatgichimni bir burchagida qolib ketgan qaymoqni ham soldim. Hammasini vinchi yordamida yaxshilab aralashtirib bir xil massaga keltirib olamiz. Ramazonning bugungi kuni barchaga muborak bo'lsin. Qilgan ibodatlaringizni mehribon Allohim o'z dargohida qabul aylasin. Margarinni eritilgani, albatta buni ham bir piyoladan sal kamroq solamiz. Un solamiz. Unimiz oliy nav un. Unni 2-3 piyolada solaverasiz. Xamir qilish jarayonida bilinadi. Xamirni yumshoq qattiqligiga e'tibor qaratib undan foydalanamiz. Xamirimiz juda ham pisochniy xamir bo'lib chiqadi. Mazza qilib iste'mol qilasiz. Og'izda erib ketadigan pechoniyalardan bo'ladi. Ushbu tayyorlayotgan oson pechoniyamiz. Xamirga juda ham ko'p ishlov bermaymiz. Qo'limiz bilan mana shunday holatga keltirib olamiz va 2 bo'lakka bo'lamiz. Birinchi bo'lagiga salafan paketni o'rab bir chetga olib turamiz. Ikkinchi bo'lagiga esa 2 yoki 3 osh qoshiqda kakao kukunini qo'shib, mana shunday xamirga yaxshilab ishlov berib yuboramiz. Orada 1 choy qoshiqda vanilin pudrasi va 1 choy qoshiq razrah litr ham solib yuboramiz. Videoga tushmay qolibdi. Kakaoli xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Endi ikkala xamirni muzlatgichga jo'natamiz. 15 daqiqaga muzlatgichda qoldiramiz. 15-20 daqiqa o'tgandan so'ng xamirlarni xolodilnikdan olamiz va bularni bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Taxminan yong'oqchalik qilib to'pchalar yasab olishimiz kerak. Pechoniyalarimiz juda ham mazali bo'lib chiqadi. Ko'chani pechoniyalariga qaraganda anchagina arzon tushadi va yana mana shunday shirasi ham joyida bo'ladi. O'ta shirin bo'lib ketmagan pechoniyalardan. Xamirlardan sharikchalarni yasab olamiz. Endi kakaoli xamirlarni ham xuddi shu uslubda bo'laklarga bo'lib olamiz va sharikchalar yasab olamiz. To'pchalarimiz juda ham katta bo'lib ketmasin. Menda ozginagina video yaqinlashgan sayin to'pchalar kattaga o'xshab ko'rinadi. Aslida yong'oqchalik qilib tayyorlasangiz yetarli. Guvohi bo'lganingizdek juda ham arzon tushadigan, lekin mazasiga umuman gap so'z yo'q bo'ladigan pechoniyalardan uyda bor mahsulotlardan mana tayyorladik. Iftorlik paytida ortib qolgan qaymoqlar, kefirlar va boshqa mahsulotlarni ishlatib mana bugungi pechoniyamizni bunyod etdik. Endi har bir tayyorlangan to'pchalarimizni shakarga botirib olamiz. Pechoniyalari shiraliroq bo'lishini xohlasangiz shakarni xamirning ichiga solishda 8 osh qoshiqda soldim men. Siz bundan salgina ko'paytirib qo'yishingiz mumkin. Biz uchun mana shu normal holatda juda ham shirali bo'lib ketishini xohlamaydi oilamdagilar. Chunki ko'chadagi shirinliklarning barisini shirasi juda ham o'tkir. Ulardan zerikkanligimiz uchun o'zimiz uyda mana shunday tayyorlab iste'mol qilamiz va mana shu qolgan kutgan mahsulotlarimiz isrof ham bo'lmaydi. Kakaoli to'pchalarni ham shakarga belab olamiz. Ayamasdan shakarni ishlataveramiz. Pechoniyalarimiz mana xamirlarini tayyorlab oldik. Xuddi shu formaga solib endi buni pishirishga jo'natamiz. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda 25-30 daqiqada mana pishib chiqadi. Ustiga bezak berishni umuman hojati yo'q. Mana shu holatda ham juda ham mazali bo'ladi. Oson pechoniyalarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, abona tugmasini bosib qo'yasiz degan umiddaman. Pechoniyalarimiz mana usti qattiqqina, ichlari esa yumshoqqina bo'lib chiqadi. Albatta yeyishli bo'ladi.
Inshaalloh tayyorlab ko'rasiz. Barchangizga rahmat. Allohga omonat bo'ling.